Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi ushbunuqliq maydoni. Ushbunuqning maydon deb qolgan ushbunuqning bir tarafi va shu tarafga tushirgan egizlikni ko'paytirishning yerimini aytadi. Yana berilgan ushbunuq bo'yicha biz bu maydonning formulasini yozsak, S teng 2dan 1 ko'paytirilgan bu yerim. Ana qaysi tarafimiz BC tarafini alsak, BC tarafga tushirgan egizlik AH. Eğer S teng AC tarafını alsak, AC köpeytilgen AC tarafiga tushirgan egizlik BM. Demek formula muşta yazılma oldu. Yani xalgan egizlikni xalgan tarafını köpeytip bunu yerimini ilişki olmaydı. Etaylık BC tarafını BM egizlik köpeytişke olmaydı. Çünkü kaydı bu için deydi. Ushbunuq maydonda xalgan bir taraf ve şu taraf tushgan egizlik. Demek BC tarafı tushgan egizlik bizga AH. Demek BC ve AH'ın köpeytisini yerimini almamız. Qiyin noktada bundan bir misalını qarashtiraylik. ABC ushbunuqning AC tarafi bizde 6 teng. BD egizligi 5 teng. Shu ushbunuqning maydon tepish kerak. Eshish. Ushbunuq maydon tepish uchun xalgan bir taraf ve şu taraf tushgan egizligini ko'paytirishni yerini olamiz. Biz qaysi taraf belgilik? AC tarafi belgilikka mana 6 teng. Hem onunla AC'ga tushgan egizlik BD 5 teng. Demek S teng 2dan 1 ko'paytirilgan formulasini yozaverib, AC ko'paytirilgan BD. S teng 2dan 1 AC'ning o'rniga biz 6 ni qo'yamiz, BD'ning o'rniga 5 ni qo'yamiz. Teng 2 bilan 6 o'zaro qisqaraydi. 3 7 5 15. Demek berilgan ushbunuqning maydoni 15 ga teng. Kelasi hisob. ABC ushbunuqining AC tarafi 10 ga teng. AC tarafi 10 ga teng. BD egizligi bo'lsa 4 ga teng. Kelasi BC tarafi to'lig'i bilan 8 ga teng. Ana shu BC tarafga tushayotgan AH egizligi nimaga teng? Ana bu esa qanday ishimiz? Ushbunuq maydonni AC tarafı tapqan bo'ldi, BC tarafı orqali tapqan bo'ldi, ham AB tarafı orqali tapqan bo'ldi. Ya'ni agar biz AC tarafı orqali tapsak, S teng 2dan 1 ko'paytirilgan AC ko'paytirilgan AC tarafga tushgan egizlik BD. Yani şu maydonni biz BC tarafı orqali tapsak, o'qda 2dan 1 BC ko'paytirilgan BC tarafga tushgan egizlik AH. Endi ushbunuq maydonni qaysi holatda topmaylik? Ikkilisining miqdori bo'lib, o'zaro teng bo'ldi. Demak, bu yerda S va S teng bo'lganligidan, demak, bu ushbunuq maydonni AC orqali topsaqmi, BC orqali topsaqmi, maydonni o'xshashdan chiqqanligidan bu ifoda o'zaro bo'lib tenglashadi. Demak, 2dan 1 AC ko'paytirilgan BD teng bo'ldi 2dan 1 BC ko'paytirilgan AH. Her ikkili tarafni 2dan 1 ve 2dan 1 qisqartib etsak, AC ko'paytirilgan BD teng BC ko'paytirilgan AH degan biz ifodani ilishqi bo'ldi. Endi tegishliklarning o'rniga kerak sonlarni qo'yib, AC'ning o'rniga biz 10 ni qo'yamiz. Ko'paytirilgan BD'ning o'rniga 4 ni qo'yamiz. Teng BC'ning o'rniga 8 qo'ydik. AH bizda belgisi o'sib chiqdi. O'sha yerdan AH'ni tepish uchun biz 14 ko'paytsak 40, shu 40 sonni 8 ga bo'lib o'tsak, teng 5 degan javob olamiz. Endi bizga ba'zida bunday hisoblab berildi. Bu yerda ABC S ABC deb biz qo'yamiz maydon. ABC shu maydon bilan ABD ushbunuq maydonlari selishtirish kerak. Bu yulduz uchun o'rniga cho'ng kichik belgisini qo'yishga qarang. ABC ushbunuq bilan ABD ushbunuqini. Endi biz qaysi maydon cho'ng deganda biz bir deydi, bu ABD'ning maydoni cho'ng deydi. Biz bir ABC'ning maydoni cho'ng deydi. Onun uchun biz qoidaga rioya qilib, bundaq ifoda etsak bo'ldi. S teng ABC ushbunuq maydoni index ABC deb biz qo'yaylik. ABC ushbunuq maydoni bu 2dan 1 asos qaysi? AB egizligi mega h deb qanday bir egiz yurg'iz qo'yaylik.
H. Köpeytilen H deymiz. Endi kelesi ABD üçlü meydanı S ABD ten 2'den 1. Bu ABD üçlünün asası mı? Kaysı AB. AB. Yani bunun igizligi şu. Bu igizligi AB tarafiga D çoqqusunu tushdi. Biroq bu üçlünün igizligi sirtida yotadi. Şu sebepten biz AB tarafini davomlashtiramiz. Mana shtrix orqali. Hem D çoqqusini bu yoqqa igizga yurgizamiz. Endi o'zinglar bayqab o'tasanglar, ABC üçlünün igizligi H bo'lsa, ABD igizligimi nima bo'ldi? H'ga teng. Chunki men attay bu chaqmoq varaqini oldim. Agar biz o'lchab ko'rsak, bu 4 chaqmoq, bu yoqdimi ABDning igizligi bo'ldi 4 chaqmoq bo'ldi. Har ikkili üçlünlikda qaranglar. Asoslari o'zaro teng, igizliklari o'zaro teng. Demak, ABC üçlünligi bilan ABC üçlünligi ABD üçlünlükün meydalları o'zaro teng. Bunda hesapla logik hesapla köp keldi. Şu sebepten çatışmasdan muşta hesaplarını dostlap çıkarışqa biz tirishimiz kerak. Yana üçlünlükün meydanda asosiy va asosiy tushgan egizlikning yoki qolgan bir tarafi va tarafi tushgan egizlikning ko'payishi 20 teng. ABC'ning meydani AB ko'paytirilgan H. ABDning meydani bo'lsa kechirsa 2'den 1 AB ko'paytirilgan H. ABD'nin meydani 2'den 1 AB köpeytilige bunun igizliğinin teng H'ga teng. Demek her iki üçlünlükün meydaları özerine bo'ladi, teng bo'ladi. Ba'zida bizga bunday hisoblab berildi. Ba'zida bo'lsa bizga bunday hisoblab berildi. Bu üçlünlükning meydalarining qaysini meydani cho'ng. Endi o'zinglar bayqab o'tasanglar, asosiy birinchi üçlünlükning 3 chaqmoq, ikkinchisinin 3 chaqmoq, uchinchisinin 3 chaqmoq. Yani igizlik yurgizsak, italiq bu yerni x yurgizaylik. Kanal 1 H degan bir igizlik. Yani bu igizlik bu ikkinchi üçlünlükning igizligi bo'ldi, birinchisining bo'ldi, ham uchinchisining bo'ldi. Chunki ba'zi igizlik shu üçlünlükka yaratadi, sirtida yotadi. Demak, bu üçlünlükning cho'qqisini O bilan belgilasak, ya'ni O barliq üçlünlüklarning o'rtaq cho'qqisi. O birinchi üçlünlük uchun igizlik O cho'qqisini tushdi. Ikkinchi üçlünlük uchun O cho'qqisini tushdi. Uchinchi üçlünlük uchun igizligi O cho'qqisini tushirishga bo'ldi. Demak, uchel üçlünlükning asoslari o'zaro teng, igizliklari o'rtaq. Shu sababdan bu 3 üçlünlükning meydani bo'lib o'zaro teng bo'ladi. Kelasi bizda bundaq hisob ABC üçlünlüğü meydan 100 ga teng. BM median yurgizilgan. U chaqda paydo bo'lgan ABM üçlünlüğü meydan tipini deydi. Bu ABM üçlünlüğü meydani hech bir tipiş qiyin emas. Aldı bilen ABC üçlünlük meydanını bundaq yazılım bo'ldi. S teng 2'den 1 AC tarafını alsak, AC köpeytirilgan, AC tushirgan qanaqadir bir igizlik H deb biz qo'yaylik. Endi mushuni o'zi qanchaga teng? 100 ga teng. Endi biz ABM üçlünlük meydan yozib ko'raylik. S A B M teng 2'den 1 köpeytirilgan AB'nin asası için AM'ni alaylik. AM igizligi şu. ABC'nin igizligi AC tarafını alganda B çoqqusini qandaqdir bir H degan bir igizlik tushdi, durustmi? Mana bir H degan bir igizlik yurdi deb qo'yaylik. H deb biz qo'yaylik. Endi bu H igizlik bu ABC'nin igizligi bo'ldi, ham ABM üçlünlüğünün bo'ldi igizligi bo'ldi. Yani o'rtaq igizlik. Demek bunun igizliği bo'ldi H bo'ldi. Endi teng o'zinglar bilsa mediana shunun cho'qqisini chiqib qarama-qarshi tarafning dal o'tirisidan yoki dal o'tirisi bilan qo'shiladigan kesimda yoki qarama-qarshi taraf tepmadan ikkiga bo'linadigan kesimda. Ya'ni demak bu AM kesintisi AC'ning nimasidan 20 ga teng. Demak 2'den 1 o'sib chiqib qoldi. Ko'paytirilgan 2'den 1 bu qayda kelgan 2'den 1 desang bu AC'nin nimasi 20. AC'nin 20 bu qaysi kesimdan AM kesintisiga teng. Yani AM kesintisini 2'den 1 AC deb yozdim. Yani AC'nin 20 deganini bildirdi. Ko'paytirilgan H. Ega teng. Ana buni biz 2'den 1'ni 2'den 1 ko'paytsak 4'den 1 desek bo'ldi. Yoki biz 2'den 1 endi bu tikturban arsa ichiga qarsa qarang 2'den 1
atsa köpeytilgan h. Yani bu atsa köpeytilgan h, yani 2'den 1 atsa köpeytilgan h, bu nimge teng ABC üçbunluğunun meydanının nimsi ifadesi. Yani formülsek oldu. Yani bu kancık teng 100'ge teng. Mana bu. 2'den 1 atsa köpeytilgan h 100'ge teng. Demek bu mu 3'ünün köpeğinin nimge teng 100'ge teng. Demek bu 2'den 1'in öz piçi küç adam. Bu 3 köpeytküçünün oruna kancık koyma? 100'ünü koyma. Köpeytilgen 100. Şu çağda 100'üne 20 kança 50. Yeki yana nimdegin bolu mediana üçbunluğunu meydaları özara teng 2 üçbunluğuna nim bolu böledi. Kelesi biz buna hesap ABC üçbunluğu meydanı 40 tenki. Mana çizmesi. Endi bu yerine qanday bir BK kesintisi AC tarafını K çekti qiydi. Yani AK bilan KC'nin nisbati 2 bölüngen 3. Yani AK KC qaraganda qisqaroq mana. Sizmedimi ko'rinib turdi. Endi mush ABK shunga bilan BKC shunga maydon tiplaydi. Bu hisobni hech bir qiyin emas. Agar biz B cho'qqisidan egiz yurgazsak, bu B cho'qqisidan chiqqan egizligi bu ABC shunga egizligi bo'ldi. ABK'ning egizligi bo'ldi, yana BKC'ning egizligi bo'ldi. Demak, bularda nima egizlik o'rtaq, H o'rtaq. O'rtaq. Demak, bularning maydonlari nimaga bog'liq bularning? Asoslarga bog'liq. Asoslarga bog'liq. Asoslarga bog'liq. Qaysi asosi uzunroq shu shunday maydon cho'ng bo'ldi, qaysi asosi qisqaroq shuni maydoni bo'ldi, qisqa bo'ldi. Shu sababdan biz bunda deymiz. S ABK bölüngen S BKC teng AK bölüngen KC. Bunun başka ifadeleri yazılım oldu. O iş kana qiyin emas. Yoki 2 bölüngen 3 deb yazılıb oldu. Yani bu yerni biz teng tuzib ABK'ni 2x desek S ABK teng 2x desek u chaqda S BKC teng bo'ldi 3x. Bergen nisbatlan paydani biz teng tuzimiz. Şu chaqda bo'ldi 2x qo'shilgan 3x teng maydoni bizda 10 maydon chiqdi 40 ga. Mesela x dan qanchaga 8 ga. Bergen x ni ma'nosini apirib bu chiqqan bergen shartdagi x o'rni 8 ni qo'ysak, shunda ABK ning maydoni bizda S ABK teng 16 bo'ldi. S BKC teng qancha bo'ldi? 24 degan sonlar kelib chiqdi. Endi kelasi mana bu hisob shunliqning ikki medianasi o'zaro bir o't chekdi qiylashdi. Endi ABC shunliq maydoni 300 bo'lsa, S AOB shunliq maydoni nimga tenglaydi? Burdilla mana narsani bilib olsak bo'ladi. Shunliq medianlari qiyilish chekitida. Agar 3 mediani bir chekitda qiylashsa, bu shunliq maydonlari o'zaro teng 6 bo'lakka bo'lindi. Ya'ni agar yana bir tal median yurgizib o'tsam, yani bir de o'zaro teng 6 tal shunliq paydo bo'ldi. Maydonlari o'zaro teng. Ya'ni bu 6dan 1 S, bu 6dan 1 S, bu 6dan 1 S. Yani maydonning 6dan 1 bo'ligi. Bu 6dan 1 S, bu 6dan 1 S, bu 6dan 1 S bo'ldi. Yani biz OB shunligini so'raganlikdan bu 6dan 1 S, 6dan 1 S ni qo'shsak 6dan 2 yoki qisqaroq ketib 3dan 1 S bo'ldi. Demak, AOB shunliq maydoni ABC shunliq maydonining qancha qismi? 3dan 1 qismi yoki bo'lingan 3 desak bo'ldi yoki 3dan 1 S ABC desak bo'ldi. ABC shunliq maydoni qancha teng? 300 teng. Demak, S AOB teng 3dan 1 ko'paytirilgan 300 teng qancha bo'ldi? 100 ga teng bo'ldi. Agar birla shunliq maydon topsak, bu qanchaga teng bo'ldi? 50 ga teng bo'ldi. Ya'ni medianni shunda qo'shtirib qaytlab o'tgidey, medianlarning qiyilish chekitida shunliqlar o'zaro maydonlari teng 6 tabadan shunliqqa bo'linadi. Bizga bunday tik bo'lishmoq berilsin deylik. Tik bo'lishmoq maydon qadamimiz. Buning formulasi hech qanday qiyin emas. S teng 2dan 1
AB deydi. Yani bunu qısqartып etpesem, şu tik buluşul meydana onun katetlerin köpeydiğinizden 20 tane. Eğer S'ten birgen şumul boşa katetleri qaysı bizde? Bir kateti bizde BC, ikinci kateti değil mi? AC. Yani şumulgan tik buluşul meydanı katetlerin köpeydiğinizden 20 tane. İtalyak bir kateti 8 bolsa, ikinci kateti 6 gibi tane bolsa. Bunu meydanı mı tane? S'ten mana 2'de 1 BC köpeydiğin AC, 2'den 1 6 köpeytilen 8 bölüngen 2 20 onun qancha 24 ga teng. Bizde meydanı tik buluşmoq meydanı %50 onun qanaqdı bir kateti 25 bolsun ele. Aten 25 ikinci katetini tepaylı. B katetini tepaylı. Yani meydanı formülü yazımız S'ten 2'den 1 A köpeytilen B katetlerin köpeytisi 20 teng. S'nin ornuğa 100'ünü koyumuz. Teng 2'den 1 A'nın ornuğa 25'ini koyaylı. Köpeytilen B üst bir çıkasın. Her ikili tarafını 25 kıskartımız. 25 kıskarsak 1'den, 25 kıskarsam 4'ten. Şu çağda ne oldu? B köpeytilen 2'den 1 teng qancha bo'ldi? 4 bo'ldi. Yoki B ni 24. Qana sani 24. Albatta 8. B teng qancha 8. Yoki B tepish uchun 4 ni bo'limiz 2'den 1'ga B teng 4 köpeytilen eksan 2. 8 mana sani kelib chiqdi. Kelesida agar bizga tik bo'lmoq berilsa, bu ishmoq meydan qanday hisoblaymiz? Bu ishmoq meydan hisoblashning formulasi bor. S'dan 4 sürdüğü A kvadrat köpeytilen to'g'risi 3. Yani A kvadrat köpeytilen to'g'risi 3 bölün 4. Yani A degan bu tarafının uzunluğu. Qani bir misal hisob chiqarib ko'raylik. Italiq ishmoqning tarafi italiq 6 ga teng. Teng tarafli ishmoq meydan bir tarafi 6 ga teng. Buni meydan tepish kerak. Eshish meydanın formülüsü S'ten A kvadrat to'g'risi 3 bölüngen 4. Hakikaten A'nın ornuna qancha qo'yamiz? 6'ni qo'yamiz. 36 to'g'risi 3 bölüngen 4. 36 ve 4 o'zaro qisqaraydi. Javob qancha bo'ldi? 9 to'g'risi 3. Demek tarif berilsa meydan tepishga bo'ldi. İtaliq aksincha bizga meydan berilsin deylik. S'ten İtaliq 6 to'g'risi 3. Tarafını tepish kerak ushmoqni. Teng taraf ushmoqni bir taraf tepish kerak. A teng sol belki. Eshish meydanın formülü yazımız S'ten A kvadrat to'g'risi 3 bölüngen 4. S'nin o'rniga qancha qo'yamiz? 6 to'g'risi 3'ni qo'yamiz. Teng o'ng taraf o'sib chiqaldi. Endi qaranglar, to'g'risi 3 soni, to'g'risi 3 soni o'zaro qisqaraydi. Mana shu yerdan bizda A kvadrat tepish uchun, ya'ni A kvadrat bölüngen 4 teng qancha bo'ldi? 6 bo'ldi. A kvadrat teng 6'ın 4 köpeytsek 24. A teng to'g'risi 24'ten chiqarsak bizda qancha chiqadi? 2 to'g'risi nima bo'ldi? 6 degan son kelib chiqadi. Ushbu meydanning yana boshqa bir formulasi bor. U formulaning birisi italiq shu meydani ikki taraf biz AB AC tarafini alaylik. İki taraf ve ularning orasiga bulungun ve ularning orasidagi yana AB tarafı bilan AC tarafini alsak, orasidagi bulungun qaysi? A bulungun alfa desek bo'ldi. Şu bulungun sinusiga köpeyintisine 20 teng. 20 degende 2'den 1'ni alamiz. Yani formülüsü S'ten 2'den 1 AB köpeytilen AC köpeytilen sinus alfa. Yani biz eğer biz AB ve AC tarafını alsak, o çağda artık bulun sinus A'nı alışımız gerek. Eğer biz AB ile AC'ni köpeytip sinus C'ni köpeytsek, İsa'mızın buldu hata buludu. Fakat qaysi iki tarafını alsak, şu iki tarafın artık bulunun sinusu köpeyintisinin yerimini ilişimiz gerek. Buna bir hesap çıkıp görelim. Bergen bu ushmoqning AC tarafi italiq 8, AB tarafi 6 deylik. Orasidagi bulun bu bizda 30 gradus bo'lsin deylik. 30 gradus bo'lsin deylik. Yani meydanda qandaymiz? Mana bizning formulasi S'ten 2'den 1 AB'ning o'rniga 6'ni qo'yamiz. AC'ning o'rniga 8'ni qo'yamiz. Ko'paytirgan sinus qancha gradus bo'ldi? 30 gradus bo'ldi. Yani bu yerda teng 2 kilo 6 qisqaraydi 3, 3 8 qancha 24. Ko'paytirilgan sinus 30 gradusdan jadval qarab ma'nosini qo'ysak, ma'nosi qancha ekan? 2'dan 1 ekan. 24 dan 12 soni qisqaraydi 12 deydi. Javobi 12.
Kelesi bizde ABC üçlüğü meydanı 21 to'mrasida 3 tenge. 21 to'mrasida 3. AB tarafi 7, AC tarafi 12. A bunun miqdorini tepish kerak. Onun uchun biz tegishli formulamizni yozamiz. Arsız bulun tepish uchun bizga qaysi formula kerak? S teng 2dan 1 shundoqni qaysi tarafdan biz AB, AC tarafini olaylik. AB ko'paytirilgan AC ko'paytirilgan sinus A deymiz. Endi S ning o'rniga biz 21 to'mrasida 3 ni qo'yaylik. Teng 2dan 1 o'sib chiqadi. AB ning o'rniga 7 ni qo'yamiz. Ko'paytirilgan AC ning o'rniga 12 ni qo'yamiz. Sinus A bizde belgisi o'sib chiqadi. Endi 2 bilan 12 soni qisqaradi, 6 ni tegdi. 6 7 7 qancha? 42. Demek 21 to'mrasida 3 teng 42 sinus A'ga teng. O'sha yerdan biz sinus A tepish uchun A bilan sinus tepish uchun 21 to'mrasida 3 ni 42 ga bo'lamiz. 21 bilan 42 qisqaradi. To'mrasida 3 bo'lgan 2 chiqdi. Agar biz jadval qarasak, sinus necha gradusda to'mrasida 3 bo'lgan 2 teng. Jadval qarasak, A bo'limi 60 gradus bo'lganda sinus to'mrasida 3 bo'lgan 2 ga teng. Demak, javobi A bo'lim miqdori 60 gradus. Demak, endi paylandim men shu yana bayaq formula shumliqni ikki tarafi berilsa va uni arsiga bo'lim berilsa maydon topqil bo'ldi. Ya'ni shumliq ikki tarafi va arsiga bo'lim sinusni ko'paysa 20 teng. Demak, berilgan shumliq tomoniga ikki taraf berilgan ham maydon berilgan. Faqat A bo'lim sinus yo'q. Demak, bu formula bo'yicha faqat birla sinus belgisi bo'ldi, qolgan parametrlar elementlar nima bo'ldi? Belgilik bo'ldi. Shu sababdan bu formulani nima qildim? Hisob uchun foydali. Kelasi bunday qilib, shumliqning bir tarafi 3, ikkinchi tarafi 4 bo'lsa, maydoni 5 yoki maydoni 6 yoki maydoni 12 bo'lishi mumkinmi deydi. Agar bizga shumliqning ikki tarafi berilsa, demak bu yerda foydalanan formulamiz S teng 2dan 1 shu ikki taraf va arsiga bo'limining sinusining ko'paytirisining misdan yarimiga teng. Demak, bizga shumliq ikki taraf belgilik arsiga bo'lim bizda belgisiz. Bo'lim qilib bizda o'zgarib turdi. O'zgardi. Bizga nima tepish kerak? Maydon tepish kerak. Demak, bu shumliq maydoni nimga bog'liq bo'ldi? Faqat shu bo'limning miqdoriga bog'liq bo'ldi. Sizlar bilsa, shumliqning bo'lim miqdori A bo'limi bu 0 gradusdan cho'ng bo'ldi, ammo 180 gradusdan bo'ldi, kichik bo'ldi. Demak, sinusning 0 gradus 180 gradus oralig'idagi eng cho'ng ma'nosi u 90 gradusda qanchadan 1 ga teng. Qolgan vaqtda bu sinus alfaning ma'nosi, ya'ni A bo'lgan sinus ma'nosi 1 dan kichik. Demak, qolgan vaqtida 1 dan kichik. Tak, endi biz bu bergan shumliqning eng cho'ng ma'nosi 1 bo'lganligiga ma'nosi hisoblab ko'raylik. Maydon nima teng bo'ldi? S teng 2 dan 1. A'ning o'rniga biz bir tarafini shuni qo'yamiz, ikkinchi tarafi biz 4. Arziga bo'lganning sinusining ma'nosi qanchadan? Eng cho'ng ma'nosi 1 ga teng. Teng 2 bilan 4 soni qisqaradi. 2 dan 3 2 6. Demak, bergan shumliqning maydoni eng ko'p deganda 6 ga teng bo'ladi. Demak, S shumliq kichik yoki teng 6 dan yoki 6 dan ortiq bo'ladi, biroq har qanday shumliq maydon bu ijobiy son cho'ng 0. Endi berilgan maydonlanishida shumliq maydoni 5 chiqalaydi. Chiqishi mumkin. 6 mi chiqishi mumkin, biroq ammo 12 chiqishi mumkin emas. Kelasi biz buni hisob ABC shumliq maydoni 100 ga teng. Endi Y chekiti AB tarafidan teng 2 ga bo'lingan chekit, F chekiti bo'lsa BC tarafidan teng 2 ga bo'lingan chekit. Mush ikki chekitlarni qo'shganda paydo bo'lgan YBF shumliq maydon topiladi. Endi ABC shumliq maydon biz belgilagan. Bu maydonni qanday topib deylik? S teng ABC'ning ABC deb indeksi S ABC teng shu maydonni siz bilsa xolgan bir tarafi va shu taraf tushgan egizgi. Endi biz bergan shumliqchimiz AC tarafini olaylik. 2 dan 1 AC ko'paytirilgan nima? Egizlik qanot bir egizligi H. Shunday moshni hisoblab chiqqanda qancha chiqdi bizda? 100 degan son kelib chiqdi. Endi biz YBF shumliq maydonni topaylik. S YBF teng shu maydoni mush formuladan 2 dan 1. Uning asosi bizda EF
EF tarafından alaylı. Köpeytilgen egizligi qandaqtı bir B çoğuqusdan çıkan bir kanal bir egizlik. Endi mush egizlik degan vaqtida, ana qaranglar. Bu bizde EF 3 bunluqning nimasi bo'ldi? O'tira sig'i bo'ldi. 3 bunluqning nimish o'tira sig'i? Qandaqdir 3 bunluqning qolgan ikki tarafining o'tirisini, ya'ni E AB ning o'tirisi, F BC ning o'tirisi. 3 bunluqning qolgan ikki tarafining dal o'tirisini qo'shgan kesimini o'tira sig'i deymiz. Bu 3 bunluq o'tira sig'i 3 bunluqning 3-chi tarafiga parallel ham uning yarimiga teng. Demak, EF AC ning yarimiga teng. U bir xususiyati. Endi shuningdek o'tirasiz yana qanday xususiyat bor? Shuni o'tirasizgi mush cho'qqisidan chiqqan barliq kesindilarni tap-tang ikkiga bo'ladi. Ya'ni biz bir egiz yurgizib o'tsak, BH da qo'yli. Bu BH ABC 3 nimasi egizlik bo'ldi. Endi demak EF buni dal o'ttirisini bo'ladi. Demak men M da qo'yli. O chaqda BEF 3 egizlik bo'ldi, BM bo'ldi. Enten 2'den bir san üst bir çıkasın. EF ben itip yetim bu EF 3 o'tirasizgi bu AC'nin nimasiga 20 ga. Demak EF o'rniga transchiga 2'den bir AC deb yozib qo'yay. Endi BM-chu. BM bu BH-ning nimasi 20. Demak transchiga 2'den bir BH deb yozib qo'yay. Endi biz barliq umum köpeytkişen transferda çıkartaylı. Umum emas, biz 2'den birlerini ayrım yazıp alaylı. 2'den 1 köpeytilgen 2'den 1 köpeytilgen 2'den 1. Ahırda AC köpeytilgen BH qaldı. AC köpeytilgen BH. Yani ABC şunun meydana qarama 2'den 1 AC köpeytilgen egizlik BH yoki mega BH deb buni tuzab etkili bo'ldi. Shu chaqda axir 3 köpeytkişning o'rniga biz qanchani qo'ya olamiz? 100 degan sonni qo'yalaymiz. Qaranglar, 2'den 1 AC köpeytilgan BH bo'ldi. 2'den 1 AC köpeytilgan BH. Bu bizga berilganda bat qanchaga bu 100 ga teng. Demak, teng bu 3 köpeytkich o'rniga 100 ni qo'ysak, biz 2'den 1 köpeytilgan 2'den 1 bu qanchaga teng? 4 dan 1 ga teng. 3 köpeytkich o'rniga 100 ni qo'yamiz. Javobi 25 kelib chiqadi. Kelas biz bunda qilsak, 3 bloqni 3 taraf beruvsin deylik. Bir taraf 13, ikinci taraf 14, üçüncü tarafı 15. 15. Muşu 3 bloqning meydanını qandaq tapmiz? Bu 3 bloq meydanı tepişin 3 tarafını köpeytip meydan tapıdığanlar var. Asıl bir qandaq. Eğer 3 bloqning 3 tarafı berilse, biz Geron formülası paylaymiz. Geron formülası qanday paylaymiz? 13 alba yarım perimetr tapmiz. Yarım perimetr deb 3 tarafını qo'shib 2 ga bo'lamiz. 13 qo'shilgan 14 qo'shilgan 15 bölgen 2. Bu üçünü qo'shsak bizda 42 chiqadi. 42 ni 2 ga bo'lsak 21 degan son chiqib kelib chiqadi. Anikin S'dan to'marasida P minus A, P minus B, P minus C degan bundaq Geron formulasi bor. Geron formulasi. S'den to'marasida yarım perimetr bizda bunun nominimi yarım perimetr. Yarım perimetr. Yarım perimetrin ma'nosi qancha? Biz 21 tang'achimiz 21 elingan bir tarafi bizda 13, 21 elingan ikkinchi tarafi bizda 14, 21 elingan uchinchi tarafi bizda 15. Hesaplaymiz. 21 köpeytilgan 21'den 13 olsa 8, kelesi tırnakçıda biz 7 çıkıyordu, kelesi biz 6 çıkıyordu. Bu üçünü köpeyt tırnakta to'marasidan chiqarishimiz kerak. Onun için ben buna qilmam. 21 sonini 7 köpeytilgan 3 deb yozsam bo'ldi. 8 ni 4 köpeytilgan 2 deb yozsam bo'ldi. 7 son o'sib chiqasin, 6 ni 2 köpeytilgan 3 deb yozaylik. Qaranglar. 7 2 al 7'den 7 çıkıyordu. Çünkü 7 49, 49'dan 7 çıkıyordu. 2 tal 3'ten 1 tal 3 çıkıyordu. 2 tal 2'den 1 tal 2 çıkıyordu. Hem keçirse bu 8 sonini 4 köpeytilgan 2 deb yozgan değil mi? Keçirse 4'ten qancha çıkıyordu? Bizde yine 2 kelib çıkıyordu. 7 3 21, 21 ni
4 köpetsek 84. Demek bergen şumluqның meydаны S şumluqdan qanchaga 84 ga teng. Şunda biz bugungi darsda şumluq meydonlarini hisobdan chiqardik. Şumluq meydonlari ularning barliq parametrlarga, ya'ni elementlarga nima bo'lib bog'liq bo'ldi. Endi bizda bundaq hisoblar bor. Şumluqning italiq egizlik o'zgarsa yoki asos o'zgarsa, şumluqning meydoni qanday o'zgardi deyli. Ya'ni italiq şumluqning egizligini 2 hassa aşursa onun meydani qanday o'sadi. Biz bilamiz S'ten 2'den 1 egizlik bo'yicha topilgan formula A ko'paytirilgan HA bo'ldi. Ya'ni bu qolgan bir taraf va shu taraf tushgan egizligining ko'paytmasining yarmiga teng. Endi H'ning o'rnini qancha qo'yamiz? 2 hassa aşursa demak 2 HA bo'ldi. Shoda S'ten bu kelesi o'zgargani ikkinchi shumluq meydon deylik. Bu bizda birinchi shumluq meydoni 2'den 1 A ko'paytirilgan 2 HA bo'ldi. Endi biz bu 2ni ayrim yazaylik. Qolganlarini hamiz tırnaqcha yazaylik. 2'den 1 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan HA. Endi bu bizda 2'den 1 A ko'paytirilgan HA bu nimaga teng? S1 ga teng. Demak, javob 2S1. Nima tushuningli bo'ldi? Agar shumluqning egizligini 2S oshirsa, uning meydoni, dastlabki meydoni 2S nima qildi? Cho'ng bo'ldi. Ya'ni tangyanliq shumluq meydoni tepish bo'ldi ekan. Tangyanliq shumluq deb ikki tarafi tang shumluqni tangyanliq shumluq deb ataydi. Tangyanliq shumluq meydoni tepish uchun qaranglar. C degan bu bizda asosiy, A deganlar bu yan tarafi. Formulasi C kvadrat, to'g'risi 4A kvadrat e'lon. C kvadrat bo'lingan 4. Qani mushuni bir hisob chiqarib ko'raylik. Bundaq hisobga 2 yan tarafi 4 ga asosi 4 to'g'risi bo'lsa, mushu tangyanliq shumluq meydoni topadi. S'dan formulasi yozamiz. Maxarji 4 suratiga C kvadrat, to'g'risida 4A kvadrat e'lon C kvadrat. Demek S'ten maxarjiga 4 o'sib chiqadi. C kvadrat bizda asos 4 ga 4 to'g'risi tushgan. Buni kvadratlasa qancha bo'ldi? 4 ning kvadrati 16, to'g'risi 3 ning kvadratlari 3 bo'ldi. 16 3 ko'paysa 48. To'g'risini ochamiz. 4 ko'paytirilgan A kvadrat. A ning o'rniga 4 qo'yamiz. 4 ko'paytirilgancha 16. E'lon C kvadrat bizda qancha chiqdi? 48 chiqdi. Hisoblaymiz. Maxarj 4 ko'chirib qo'yay. 48 ko'paytirilgan 4 16 ko'paysa 64, 64 48 esa 16. To'g'risi 16 dan bizda 4 kelib chiqdi. 4 ile 4 sonni qisqartirsak javobi 48. Ya'ni berilgan shu bu formula bo'yicha agar qolgan masalan asosiy belgisi bu qilish mumkin. Ya'ni mush formula foydalanib yan taraf bilan meydon bilan yan taraf foydalanib asos tepish bo'ldi. Ba'zida bizda yan taraf belgisiz bo'lsa, o'chada meydon bilan asos foydalanib shu yan tarafni tepishga bo'ladi. Shunday hurmatli do'stlar, bugungi biz darsimiz oxirlashdi. Mush dars bo'yicha qanday bir o'y fikringiz bo'lsa, kommentariya yozishni unutmanglar. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.